Instagramga kirib o'tirgandim, bitta qiz videosi chiqdi-da, shunaqa kirgan, bot o'yindan chiqib ketgan o'zi u bola. O'yindan chiqib ketgan, granat otganni o'ldirganda, granata bilan bosh stikerini qo'ygan. Videoga 12 mingta laykdan oshiq layk yiqqan. Manaqa o'g'il bolalar, o'z bilsanglar, 6 soat, 8 soat, 9 soatlar mehnat qiladi-da, lekin bu shu bitta videosi 1000 ta layk yig'maydi, 1000 ta layk. Ko'rish soni daxo'ya bo'ladi, lekin qiz bolaga ko'rish soni 1000 ta bo'lsa, 200 ta, 300 ta, 400 ta layk bo'lib qoladi-da, ularga 17 ming, 20 ming ta ko'rish bo'lsa ham shunaqa layk yig'adi o'g'il bolalarga-da. O'zimizdagilar podpishka qilishni bilmaydi. Hammasi bu qiz bolani quli qo'pol qaytgan. Qiz bola desa tomdan tashlaydi-da. Bolalar ko'p-da unaqa bolalar. Mehnatni qadriga yetmaydi bular. Sizlar foydali kontentga ham layk bosmaydi, oddiy kontentga ham layk bosmaydi. Bir dona obunani qizg'onadi. Qiz bola bor-ku, juda tez ko'tariladi, juda tez. O'g'il bolaning 4 yil yiqqan obro'sini qiz bola 1 yil, 1 oy masalan, 1 yilda masalan 200 ming ta yiqqan bo'lsa o'g'il bola, qiz bola 200 mingdan 1 yilda yig'ib qo'yadi-da. O'zimizdagilar bir dona obuna, bir dona layk, bir dona komment qizg'onadi lekin o'g'il bolaga. O'g'il bolani nimasi minus tushunmayman shuni. Mayli-da, baribir ham juda alam qiladi lekin bor-ku.